Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz tinglovchilar, yana xursandmiz sizlarni ko'rib turganimdan. Faqatgina ba'zi bitta odamlarimiz oldindan kutib savol yozib qo'ygan ekan. Shuning uchun bitta ikkitasini o'qiyman. Shu savollarga nima deb yozishganligini. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Orqa miya yemilishi kasaliga davo bormi? Javob aytib yuboring iltimos deb yozibsiz. Demak, orqa miyada umurtqa pog'onasi haqida yozilgan menimcha. Migrenni davolash mumkinmi deb yozibsiz. Keyingi savol. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Meni 10 oshqozon yo'q. Oshqozon o'tfaga tiqilib og'riq beradi. Uzida ham emirtida ham hech nima chiqmadi. Ovqat yesam ham, yemasam ham og'riydi debdilar. Yana bitta tinglovchimiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, siz aytgan ma'ruzalarni minglab tinglab boryapman. Menda ham orqa kuraklarda qotadi, oyoq yo'llari muzlaydi, ichimda dam bo'ladi. Mastopatiya, kista, borsam qancha vaqt tuzalaman? Endi qancha vaqtda tuzaladimi yoki yo'qmi deb savollar berishibdi. Men hozir aynan shu mavzuda bugun gaplashamiz. Ya'ni sizlar hozir migren deb gapirdi, kimdir savolni berdi. Bittasi o'ng qovurg'a ostida og'rim bor deb gapirdi. Yana bitta boshimda og'rim bor deb gapirdi. Hozir ovoz qanaqa eshitilyapti? Ovozlarda bitta noqisalaringiz, ovoz bor yoki yo'qligini aytsalaringiz, men shunga qarab aytar edim inshaalloh. Agar ovoz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, ovoz yaxshi deb aytsalaringiz yoki bo'lmasa plus qo'yib qo'ysalaringiz, shunga qarab plus bor ekan. Plus demak ovoz eshitilyapti. Agar Telegramda ovoz yaxshi eshitilmayotgan bo'lsa, chunki Telegram sal sekin ishlayapti. YouTube'dagi kirsalaringiz bo'ladi. YouTube'da inshaalloh menimcha yaxshi qilyapti. Doktor Shermatov kanali yoki Instagramda ham bor. Instagramimizda ham jonli efir qilyapmiz. Sizlar bemalol foydalanishingiz mumkin. Faqat bitta narsani biz kelishib olishligimiz kerak. Men oldin hech osonlikcha aytmas edim. Ya'ni, "Voy, yoqdi dengizlar, like qo'yib beringizlar" demasdim osonlikcha. Negaki bu YouTube'ning shunaqa programmasi bor. Qancha odamlarga yoqsa, odamlar yaxshi qabul qilsa, shuncha odamga ko'proq ko'rsatadi. Keyin biz bizning videochi yigitlarimiz aytayapti-ku, ustoz biz sekin kamaytirsak qanaqa bo'ladi, doktor? Kamaytirsak odamlar ko'proq ko'radi deyapti. O'shaning uchun biz qancha ko'proq odamlarga ma'lumot ko'proq berishligimiz uchun, tezroq chiqarishimiz uchun o'sha tagidagi yoqdi degan tugmani bosib qo'yishingiz kerak va imkon bo'lsa shu kanalga podpiska qilib qo'yishingiz kerak. Nega? Biz hali aytdim o'tgan darsda ham 365 tami mavzu tayyorlaganmiz sizlarga to'g'ri davolanishni tushuntirishlik uchun. Mana hozir juda ko'pchilik odam bu kasal tuzaladimi, boshqa kasal tuzaladimi deydi. Men hozir bir nechta savollarni beraman. Mana shu savollarni bir bora o'ylab ko'rasiz. Ya'ni birinchi eshitib turasiz, shu savoldan qaysi biri sizda bor, shu shikoyatdan qaysi biri bor. Shu mavzu haqida bugun gaplashamiz ko'proq. Va alaykum rahmatullohi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yuragim tez uradi. Kardam uchib yuraman, davosi bormi? Bemalol davolasa bo'ladi bularda. Birinchisi, sizda qaysi joyingizda ko'proq muammo bor? Mana bitta odam yuragimda deb yozyapti, yoki bitta odam boshida og'riyar ekan, migren bo'lar ekan. Buni hamma kasalliklarning bitta sababi bo'ladi. Bugun shu sabab haqida gaplashamiz. Ya'ni oyog'ingiz og'riydimi, boshingiz og'riydimi, ko'zingiz og'riydimi, tishingiz og'riydimi, burningiz bitadimi, qulog'ingizda muammo bormi, bo'yningizda muammo bormi, kuragingizdami yoki yurakdami, yoki bo'lmasa o'ng qovurg'ami, oshqozonmi, ichakmi, oyoqmi, qo'lmi, farqi yo'q. Qayeringizda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu narsa bilan kechadi. Bu yallig'lanish deb gapiriladi. Ya'ni aynan sizda qaysi joyingizda muammo bor. Agar bu yallig'lanish, ya'ni sizda qaysi joyingizda yallig'lanish bo'layotgan bo'lsa, u joyingiz sizda og'riq berib bildiradi. Keyingi savol. Tez shamollaysizmi? Ya'ni sizda tez shamollashlar bo'ladimi? Tez shamollash degan faqat burun oqishi, yo'talish haqida o'ylash kerak emas. Oyog'ingiz og'rib qoladimi? Belingiz og'rib qoladimi? Yuragingiz urib ketib qoladimi? Yuragingiz og'rib qoladimi? Yoki bo'lmasa boshqa joyingiz og'rishi, hammasi shu yallig'lanish belgilari. Bu yerda ko'proq
gripp haqida yozilgan, lekin boshqa belgilar ham. Bo'g'im og'rig'i bormi sizda? Ya'ni belingiz og'riydimi? Bular bo'g'imga kiradi. Yelka, qo'l, bilak, tirsak yoki farqi yo'q, oyoqlari har bitta joy bu bo'g'imga kiradi. O'sha bo'g'imda og'riqlar bormi yoki yo'qmi? Keyingi savol, allergiyangiz bormi? Allergiya eshak yemi ko'rinishida toshsa ham allergiya yoki bo'lmasam husnbuzarlarning ba'zi allergiyaga o'xshash toshma toshiradi yoki bo'lmasam neyrodermit degan kanallar bor, qichishadi, neyrodermit qichiydigan kasalliklar bo'ladi yoki bo'lmasamga SKV degan kasalliklar, teridan toshma toshayotgan odamlar borki, demak terisida o'sha yallig'lanish bo'layotgan bo'ladi. Keyingisi doimiy charchoq. Doimiy charchoq bormi? Doimiy charchoq bor odamlarning ham qonida yallig'lanish mahsulotlari yurgan bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa narsa bo'lsa, demak bugungi mavzu o'sha sizga kerak bo'ladi. Qaysi ovqat sizga yomon ta'sir qiladi? Ya'ni ba'zi bitta odamlar aytadiki, men shu ovqatni yesam sal oshqozonim og'riydi, shu ovqatni yesam mazzam qochadi, shu ovqatni yesam yaxshi foyda bermaydi yoki bo'lmasam qiynalaman deydi. Demak, shu ovqat sizning tanangizda yallig'lanish chaqirishga sabab bo'ladi. O'sha ovqat sizga zararli ovqat. Ya'ni ba'zi odamlar aytadi, doktor nima ovqat yeng, nima ovqat yemayin. Bu kelib chiqadi. Ya'ni siz bitta ovqat yedingiz, bugun sizning qorningizni dam qildi, oshqozoningiz og'ritdi yoki bir qiynaldi. Shu ovqat sizga ko'p yoqmadi, demak hozircha yemay turing. Ma'lum bir muddatdan keyin yesangiz bo'ladi, lekin hozirga kerak emas. Shunaqa odamlarimiz bormi? Agarda shunaqa shikoyatingiz, shunaqa belgilar bo'lsa, demak bugungi mavzu aynan sizga foyda beradi. Keyingisi, antibiotikdan tez-tez ichyapsizmi yoki yo'qmi? Tez-tez ichayotgan bo'lsangiz, aynan bugungi mavzu sizga kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanda kerak. Stress ko'pmi? Ya'ni asabiyliklar, bosh og'riqlar yoki bo'lmasam o'zingizni boshqara olmayapsizmi, emotsional labil deydi. Tez jahli chiqib, tez tushadi yoki bo'lmasam tez asabi chiqib ketib qoladigan odamlarga emotsional labil bo'ladi. O'shalarga ham asabi yaxshi bo'lmagan, tez asabiylashib, arzimagan narsalarga ham asabiylashib, boshi og'riydi yoki bo'lmasam boshqa joylarda muammolar bo'ladi. Keyin uyqusizlik. Ya'ni sizda uyqusizlik kuzatiladimi yoki yo'qmi? İchki shifokorni uyg'otish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Agarda ichki shifokorni uyg'otish niyati bo'lsa, aynan bugun shu mavzuni biz shunga moslashtiramiz. Ya'ni siz ichki shifokorni uyg'otishingiz uchun bugungi mavzuni tushunsangiz, har bitta odamda uchraydi. Shu menda yuqorida sanab o'tgan kasalliklardan sizda qaysi biron bittasi bo'ladigan bo'lsa, sizda o'sha yallig'lanish jarayoni ketyapti. Yallig'lanish jarayoni, bitta narsani bilishimiz kerak, bu kasallikmi yo biron bir kasallikmi yoki bo'lmasam organizmning belgisi, signalimi? Ya'ni ko'pincha odamlar nima qiladi? Hali aytgan yuqorida aytgan holatlarda shunday qilishni darhol yo'qotishga harakat qiladi. Yallig'lan biron bir bo'lsa, birdan tushkunlikka tushadi. Tushkunlikka tushadida tezda shuni yo'qotmoqchi bo'ladi. Yo'q, nega? Shuni yo'qotib tashlasaki, og'riqdan qutulsa, yo'qotib tashlasaki, tuzatib yuborsa. Endi qanchalik ko'p siz shu kasallikni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shunchalik u surunkali ketib qoladi. Surunkali holatga o'tib ketib qoladi. O'shaning uchun birinchi navbatda ba'zi bitta odamlar shunday qiladiki, o'sha yo'qotishlik uchun odamlar ichadigan odamlar bor. Ya'ni oldin ham gaplashganmiz, ichi ketib yoki boshi og'rib qolsa yoki ba'zi bitta odamlar tishi og'rib qolsa, quloq og'rib qoladigan bo'lsa, bo'yni og'risa ham antibiotik oladiganlar bor. Bir ajoyib odamlarimiz bor. Ba'zi uni menimcha vrachlar yozib berishadi. Ha desa, shamollab qolgan, bo'ynim og'rib qoldi, antibiotik olayin deydi. Voy barakat toping, u zaharli ta'sir qiladi. Sizga antibiotik kerakmi, kerak emas? Birinchi uni bilishingiz kerak. Mana shu bugun shu haqida gaplashamiz. Ya'ni bo'yningiz og'rib qolsa, oyog'ingiz og'rib qolsa, qo'lingiz og'rib qolsa yoki biron bitta ichaklaringizda muammo bo'lsa, o'sha antibiotik bizga kerakmi yoki yo'qmi? Shu haqida gaplashamiz yana. Yallig'lanishga qarshi dori ichadi. Ya'ni og'riq qoldiruvchilar ichib yurganlar bor. Og'riq qoldiruvchi ichgan paytingizda o'sha og'riq nima uchun bo'layotganligini bilishingiz kerak. Siz og'riq qoldiruvchi ichishga mas'ul emassiz. Og'riq qoldiruvchi ichishdan bitta maqsadingiz bor. Tuzatmoqchisiz. Shu og'riqdan qutulmoqchisiz. Og'riqdan qutulishingiz uchun u og'riq nima uchun bo'layotganini bilishingiz kerak. Siz og'riq qoldiruvchi ichasiz, og'riq qoldiruvchi bir marta to'xtaydi, lekin yana paq etib ertaga portlaydi. Ko'proq og'riydi. Endi kuchliroq og'riq qoldiruvchi qilasiz yoki og'riq qoldiruvchi 2 marta ichasiz endi. Endi oshqozondan mazasi qochadi qo'yadi. Ya'ni shuning uchun ham birinchi navbatda og'riq qoldiruvchilarni yallig'lanishga qarshi vositalarda ba'zi bitta yallig'lanishga qarshi vositalar bor.
qonattirib yuboradi. Yoki bo'lmasam ko'pincha yosh qizlarimizda bo'ladi, oy ko'rganda og'riqlar bo'ladi. Oy ko'rganda og'riqlar bo'lgandan keyin ular haligi professor bo'lgan, haligi tajribasi ko'proq bo'lgan demoqchiman. Yoshi katta onaxonlar, yangalar yoki opalar kimdir aytadi, bor deydi, bitta svecha qo'yib olgin deydi, shu svechani qo'yib yuraveradi. Har og'riq bo'lganda svecha qo'yadi. Undan keyin u kasallikning belgi simptomini yo'qotadi, lekin hech qachon kasallik davolamaydi. Bitta savol bermoqchiman. Shu joyda shu yallig'lanish jarayoni, o'sha men yuqorida aytib o'tgan har bitta jarayonlar kasallik bo'lmasdan, balki bizni himoya reaksiyasi bo'lishi mumkin. Ya'ni organizm qayeringiz og'rigan paytda, qat'iy nazar, boshingiz og'riyaptimi, ko'zingiz og'riyaptimi, quloqmi, farqi yo'q qayda. Boshdan oyoq uchigacha qayeringizni og'riq bo'layotgan bo'lsa, o'sha og'riyotgan joy yoki yallig'lanayotgan joy u kasallik emas, balki sizni organizmingizning himoya reaksiyasi bo'lsa nima qilamiz unda? Organizm o'zini o'zi himoya qilmoqchi bo'layapti-yu, lekin biz uni shunday urib og'zini yopib tashlayapmiz. Noto'g'ri bostirsak nima bo'ladi? Ya'ni buni shartta og'riq qoldirish dori ichsak, ukol qilsak yoki bo'lmasa temperaturani tushiruvchi narsalar qilsak nima bo'ladi? Ya'ni noto'g'ri davolansak nima bo'ladi? Birinchi, nega yallig'lanish paydo bo'lishini bilmaganimiz uchun ham shu ishlar qilamiz. Ya'ni agar yallig'lanish paydo bo'lganini bilmasak, surunkalik o'tib ketib qoladi. Surunkali kasallikka aylanib qoladi. Shuning uchun ham bizning odamlarimiz surunkali kasallar ko'p. Har bitta oilada, har bitta odamda surunkali og'rigan, beli og'rigan qancha, oyoq og'rigan qancha, shunaqa davleniya bor, allergiya bor, har bitta joyda surunkali kasalligi bor odamlar ko'payib ketdi. Chunki ular doktor barakat topsin yozmasa ham o'zlari borib ichib olishadi. Shu dori kerak bo'lmasa ham olib ichib yurishadi. U odamlar bilmayapti nima uchun shu joy og'riydi o'zi. Og'riganini bilmagandan keyin dorini ichib qo'yib qolishadi. Yoki bo'lmasa o'sha ichayotgan doringiz qachon foyda beradi, qachon foyda bermaydi, unisi ham bilmaymiz. Bizning ham mana chet davlatlarda shunaqa bo'ladiki, aptekalarda retseptsiz hech kimga dori bermaydi. Endi chet davlatda bo'lsa, retsepti umuman osonlikcha sizga dori yozib bermaydi. Dori kerakmi, yo'qmi? Kerak bo'lmasa bermaydi. O'shaning uchun har bitta jarayonda, har bitta holatda siz to'g'ri tushunishingiz kerak. Shu dori bizga kerakmi yoki yo'qmi? Qachon xavfli o'sha dorilar? Ya'ni o'sha agarda sizda endi boshlangan yallig'lanish jarayonlari bo'lsa, bizga kerak emas buncha dorini ichish. Yoki bo'lmasa antibiotiklar o'sha dori umuman kerak bo'lmaydi. Ya'ni hozir men sizga tushuntirib beraman o'zi yallig'lanish nima ekanligini. Eng asosiysi shu ichki shifokor uyg'otish kerak deyotganimiz, ichki shifokor uyg'otoladigan bo'lsa, u o'zi tanlab oladi. Bunga dori kerakmi yoki yo'qmi? Bu nima uchun og'riyapti boshimiz? Nima uchun bo'ynimiz og'riyapti? Nima uchun oyog'imiz og'riyapti? Nima uchun davleniyamiz chiqyapti? Nima uchun sahar chiqyapti? Nima uchun vesimiz oshyapti? Hammasini topatda o'zi yo'qotadi. O'zi yo'qotib tashlaydi. Mana shu men hozir shunaqa klinik belgilari yoki bo'lmasa shunday kasalliklardan qiynalayotgan odamlarimiz ichimizda qani endi qaysi biri bor sizlarda? Ya'ni ba'zi bitta odam migren haqida yozdi. Mana hozir men migrenni tushuntirishga harakat qilaman. Migrenni. Yana shu yerdagi mavzulardan menga yozsalaringiz, ba'zilarini ko'rsam, ya'ni mavzuda shu mavzuga shunga ko'proq urg'u berishga harakat qilaman yoki bo'lmasa shuni tushuntirib berishga harakat qilib ketaman. Shunday. Kimdir yozibdi, barakat topsin. Soxta doktor deb yozishibdi. Zo'r, shu soxtaligim ham bor. Endi bitta narsa sizlardan so'ragan bo'lardim. Meni hali oldimga kelmasdan, bizni kelganlarim juda ko'p, kelmasdan sizlardan iltimos, mana shu videoni ko'rganingizdan keyin biron bitta odamda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, yozib qo'ying, o'zgardim deb yozib qo'ying. O'shaligi bizni ko'zlarini yumib ko'ra olmayotgan odamlar bo'lishi mumkin, bitta yarimta odam. Negaki ba'zi bitta odamlarning tuzalib ketgani kerak emas. Odamlar tuzalib ketadigan bo'lsa, biz nima qilib o'qib yuribmiz deyishadi, yoki biz nima qilamiz ertaga deydigan odamlar bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zini o'zi boshqara olmaydigan odamlar bo'ladi. Ularga odamlarning tuzalishi yaxshi foyda bermaydi. Shuning uchun
har xil odam borda endi mayli, u ham yaxshilikkadir, bu ham yaxshilikkadir. Kimgadir kerak bu narsa. Shuning uchun biron bitta sizga o'zgarish bo'lgan bo'lsa, ya'ni biz aytayotgan narsalarni qilib, bizning mana jonli efirlarimizda yoki videolarimiz taglarini ko'rsa, alhamdulillah juda ko'pchilik odamlar tuzalgan, juda ko'pchilik odamlar hali bizning oldimizga kelmasdan tuzalgan. Shuni tuzalishi uchun ham men shularni tushuntiryapman. O'shaning uchun siz men aytayotgan narsalarni uyda qila oladigan narsalar tushuntiryapman. Uyda qilishingiz mumkin bo'lgan narsalarni tushuntirib beryapmanki, o'sha narsalarni qila oling. Rahmat, negativlar e'tibor. Albatta men negativlarga hech qanday aniq emas, bizga zo'r, baraka topsin deyman. Yaxshi, Alloh taolo xayrli qilsin. Men vrachlarga to'g'rilab tushuntirayotganim yo'q. Ya'ni buni vrachga mos qilib tushuntirayotganim yo'q. Tibbiyotda tushuntiradigan darajada tushuntirayotganim yo'q. Bu yallig'lanishni men xalq uchun tushuntiryapman. Shuning uchun xalqimiz tushunadigan qilib, oson qilib, hijjalab, maydalab shu dehqonchasiga deydi, dehqonchasiga tushuntirib berishga harakat qilaman. Shuning uchun ba'zi bitta doktorlarga bu tushuna olishsiz bo'layotgan bo'lsa, doktorlar zerikayotgan bo'lsangiz, bemalol bu siz uchun emasligini tushunishingiz kerak. Bu xalqimiz uchun jonkuyar, shijoatga to'la tuzalmoqchi bo'lgan xalq uchun bo'ladi. Yallig'lanish nima? Nima uchun u yallig'lanadi? Shu haqida bugun gaplashamiz. Yallig'lanish bu organizm signalidir. Ya'ni qaysi joyingiz og'riyotgan bo'lsa, qaysi joyingiz shikoyat berayotgan bo'lsa, u sizga signal beryapti. Ya'ni o'sha joyimiz, og'riyotgan joyimiz bizga signal jo'natib yuboradi. Siz bilmaysiz, bugun bitta ovqat yedingiz, shu ovqatingiz oshqozoningizni qayergadir yoqmadi, yoki o'tingizga tiqilib qoldi, yoki bo'lmasa o'tingiz tiqilib qoldi, yoki ichaklar dimlab qoldi, yoki bo'lmasa belingizda tuz yig'ilib qoldi, yoki buyragingizda qanaqadir tuz bo'lyapti. O'sha joydan xabaringiz yo'q sizning. Lekin sizda nimadir signal berish kerak-ku, nimadir tiqilgani haqida xabar kelish kerak sizga. Chunki mana miyaga signal kelmasa, biz o'zimizni ehtiyot qilmaymiz. Misol, siz hech qayeringiz og'rimasa chopib ketaverasiz. Men zo'rman deb ketaverasiz. Lekin shunday belingiz og'rib qolsa, belim og'rib qoladi deb sekin ehtiyot qilasiz keyin. Qarang, signal nimasi foyda? Signal bizning o'zimizni ehtiyot qilishimiz uchun kerak. Agar bizga signal bo'lmasa hech qachon ehtiyot qilmaymiz. Signal bu og'riq bilan bilinadi. Ya'ni o'sha yallig'lanish jarayoni bizga signal beradi. Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, pajarnilar bo'ladi. Pajarni mana xonalarga, tepaga pajarnilar keladi, signalizatsiya qo'yib ketadi. Mana bu joyga signalizatsiya qo'yuvchi, sezuvchi indikatorni qo'yadi. Borib priyomniga borib, qabulxonaga borib bo'lsa, zvonogini qo'yib ketadi, jiringlaydigan joyini. Ya'ni bizda ham qaysidir joyimizda shunday buziladigan bo'lsa, o'sha buzilayotgan joyimiz bizga signal beradi. O'sha joy buzilgandan keyin bu boshqa joy orqali signal berishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, hozir bitta migren haqida gapirdi. Migrenda odamlar boshini davolashga harakat qiladi. Boshini davolaydi, boshqa ukol olgan. Bizga odamlar migren deb kelgan, migrenga nima qilayin deb so'rashyapti. Nima qilishni emas, davolanish mumkin emasligini aytaman. Sizni aniq individual kasalligingizni davolash uchun sizni so'rab surishtirishimiz kerak. Uni tekshirib chiqishimiz kerak. Nima ovqat yeyapsiz, qachon yeyapsiz, hammasini bilib chiqishimiz kerak. Undan keyin davolash aytamiz. Shuning uchun biz hozir tuzaladimi yoki yo'qligi haqida gapiraman. O'sha migreni bor bo'lgan opamizni keldi, biz tekshirib ko'rdik. U boshda emas ekan migreni asl sababi. Buyragidagi shamollashdan ekan. Biz yaxshilab buyragi boshga beravergan. Odamlar o'ylaydiki, buyragim og'riyapti, buyragimda og'riq hech narsa qilmaydi, boshim og'riq kuchayib ketdi deydi, boshiga davolanmoqchi bo'laveradi. O'shaning uchun ularda nima qiladi desangiz, boshdagi og'riqlar uchun yillab boshiga davolangan. Lekin boshdan bo'lmadi. Biz yaxshilab buyrakni davolashga harakat qildik. Buyrak uchun boshqa organ davolab chiqdik. Ya'ni bir-birdan tekshiramiz. Buyrak zo'r bo'lgandan keyin boshdan og'riq ketib qoldi, migreni kamayib qoldi yoki oldingidan zo'r foyda berdi. Oldin har kun og'riydigan bo'lsa, endi asabiylashda og'riydigan bo'ldi. Mana shunday qilib organizmni chiqarsa bo'lar ekan. Shuning uchun men nevropatolog emasman, men ichkaridagi doktorni uyg'otuvchi vrachmiz. Ya'ni men ichingizdan doktorni uyg'otib, qanaqa qilib ishlash mumkinligini nima qilamiz? O'rgatib chiqamiz. O'shanaqa siz kelgan paytda men boshingizni davolamasam xavotir bo'lmang. Biz ichkaridagi doktorni uyg'otuvchi doktorlarni shakllantirib uyg'otib chiqamiz. Yana bittasi narsa, organizmda tasavvur qiling, qo'lingizda bitta
kesyapti, pichoq bilan bironta narsa to'g'rayotganingiz, savozini yoki piyoz to'g'rayotganingiz kesib yubordingiz. Kesib yuborgan paytda shu yerga qon birdan ko'p keladi, qon chiqadi. Nega? Qon agar chiqmay ichkariga qarab ketib qolsa, mikrob kirib ketib qolishi mumkin. Mikrob shu yerdan haligi gnoy, yiringlar, bakteriyalar, zamburug'lar kerak emas narsa kirib ketishi mumkin ichkarisiga. Ichkarisiga kirib ketib qolmasligi uchun haligi qon oqadibchi, qon oqadir shu yerda dezinfeksiya qiladi. Yaxshilab tozalaydi buni. Yaxshilab tozalaydi. Demak qon oqib bo'lgandan keyin ichkaridan hujayralar mana qarang, qizarishi, qon og'ishi, yallig'lanishi yoki bo'lmasa uning shishishi hammasi himoya. Bizni organizmimiz, ichkaridagi doktorimiz bizni himoya qilish uchun shuni yuboradi shu yoqqa. O'sha himoya qilishlik uchun ham yo'q bo'lib qoldi debsiz. Agar Instagramda ovoz yo'q bo'layotgan bo'lsa, bemalol YouTube'ga kirsangiz bo'ladi. Men uchun YouTube'da ovoz bor. O'sha organizmda himoya reaksiyasi bo'ladi. Undan keyin zararli joyga trombositlar keladi. Trombosit degan qon hujayralari bor. U zararli joyga shunaqa to'r paydo qiladi, to'rni hosil qiladi. To'rning ichiga o'tirib qonni to'xtatib qo'yadi. Qarang, bizni ana shu qon oqishi ham ba'zida bizga foydali. Faqat ko'p oqib ketsa zararli endi. Yallig'lanish jarayonlari ham bizga foydali. Faqat ko'p yallig'lanib ketsa u zararli. Shuning uchun yallig'lanish organizmni ta'mirlash uchun bo'layotgan bir signal, ya'ni organizm o'zini o'zi davolamoqchi. U bizdan so'rab o'tirmaydi. Ya'ni ey aka yoki opa, ey amaki, sizning qayeringiz og'rib qoldi demaydi. Siz o'zingizdan bilmaysiz. Misol qayeringizni qon yaxshi aylanmayapti. Misol boshingizning bir joyda qon aylanmayapti, shu yerda qon aylanmayapti. Misol shu yerda qon aylanmayotgan paytda signal beradi shu yeringiz. Ya'ni yallig'lanib yoki og'riq bilan signal beradi. O'sha signal berayotgan joyingizda siz tushunasizki, ha, demak shu yerim og'ridi. Endi eng katta xato mana shu joydagi signalni yo'qotib tashlashimiz. Endi yallig'lanish bo'lmasa, shu yallig'lanish ya'ni og'riq bo'lmasa, yoki bo'lmasa o'sha joyda qon ko'p kelmasa, nima bo'ladi? Ya'ni yallig'lanish nima uchun kerak degan mavzu haqida yana gaplashamiz. Xo'sh, hozir men gaplashdim, bu yallig'lanish signal ekan. Organizmimizning o'zini o'zi tiklash uchun bir signal ekan. Buni yaxshi tushunishimiz kerak. Endi yallig'lanish nima uchun kerak bizga? Ya'ni agar yallig'lanish bo'lmasa nima bo'ladi? Nima bo'lishi mumkin? Bir o'ylab ko'raylikki, o'zi nima bo'ladi? Boshimiz og'rimasa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasamga belimiz og'rimasa nima bo'ladi? Oyog'imiz og'rimasa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasamga oshqozonimiz og'rimasa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasamga xo'sh, buyraklarimiz og'rimasa nima bo'ladi? Shu haqda bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Birinchi navbatda agarda bizda shu yallig'lanish bo'lmaydigan bo'lsa, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo xayrli qilsin. Davleniyani davolasa bo'ladimi debdi. Zo'r, davleniya eng oson tuzaladigan kasalliklardan bittasi, zo'r foyda beradi. Alloh taolo xayrli qilsin. Bosh qaraqligiga, gangizga davosi haqida to'liq ma'lumot bering debsiz. Mayli, men hozir bu shu mavzuni davom ettirayin. Ya'ni organizmda yallig'lanish bo'lmasa, o'sha yallig'lanish orqali javob bermasa nima bo'ladi? Tasavvur qiling, burun bitta. Mana shu burun haqida oldin ham gapirganman, ya'ni shu haqda yana ozroq ma'lumot berib ketaman. Tasavvur qiling, siz sovuq qotdingiz, yaxladingiz, sovuq qotganingizdan keyin tomog'ingiz shishdi. Burningiz bekildi. Tomog'ingiz shishdi. Endi tomog'ingiz shishmasa nima bo'ladi? Burningiz shishmasa, yallig'lamasa nima bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda infeksiya degan narsa bor. Infeksiya, ya'ni mikroblar, bakteriyalar. Mana kimdir tashqariga chiqqandan keyin tashqari sovuq bo'lsa, biz sovuq qotamiz. Bunday sovuq qotamiz. Sovuq qotgan vaqtimizga tanamizga qon yaxshi aylanmay qoladi. Qon yaxshi aylanmay qolgandan keyin ba'zida immun sistemamiz susayadi-da. Oldin immun sistema haqida ham gaplashib chiqqanmiz. Immun sistemamiz susayadi-da. Bu yerda bizni immunitetimiz yaxshi kurasha olmay qoladi. Natijada mikroblar ichkariga ko'p kirib ketish kerak emas. Endi mikrob kirib ketsa nima bo'ladi? Organizm immuniteti past bo'lib turgan paytda o'sha mikrobga kurasha olmaydi. Natijada mikrob tarqab ketadi tanamizga. O'shaning uchun organizm shunday qiladiki, buni yopadi burnimizda.
Burnimizni shunday yopadida, bu yerga mikroblarni ushlab qolishga harakat qilaveradi. Ya'ni bu yerdan nafas bilan kirib kelayotgan mikroblarni ushlab tutib qolaveradi. Natijada mikroblar ichiga kirib ketib qolmaydi, buni shunday chiqarib tashlashga imkoniyat bo'ladi. Endi mikroblarning tashqarida turgan mikroblarni ichkariga kirgizmaslik uchun bu shishar ekan. Burnimiz shishar ekan. Demak, shishish o'sha infeksiyani ushlab qolishning bitta yo'li ekanini tushunishimiz kerak. Yoki bo'lmasamga ba'zi bir holatda mana tomoq nima uchun shishdi desangiz, tomoq ham ovqat bilan kirayotgan mikrobni ushlab qolish kerak. Mikroblar ushlab qolmasa, ichkariga kirib ketib qolsa, nima bo'ladi? O'z-o'zidan mikroblar tarqab ketib qoladi. Masalan, bizda ham O'zbekistonning chegara bor. Chegarachilar o'tiribdi. Chegarachilar shuni o'tiradida, hammani kiritmaydi. Tekshiradi birinchi, bu yoqqa kel deydi. Sen yaxshi niyat bilan kelayapsanmi, yomon niyat bilan kelyapsanmi? Senda haligi bizning O'zbekiston uchun zararli ta'siring bormi yoki yo'qmi deydi birinchi. Rosa tekshiradi-da, agarda zararli ta'sir bo'ladigan bo'lsa, shu zararli ta'sir bo'lgan odamni kirgizmaydi. Ya'ni yopadi chegarani. Masalan, biron bitta joyga urush bo'lyapti, boshqa joy yopadi. Xuddi shunaqa. Organizmim shunaqa ishlaydi. Ya'ni organizm ichkariga javob beradigan bu immun sistema bor. Bu juda zo'r boshqariladigan sistema yallig'lanish ham. Yallig'lanishni shunday ko'paytiradi-da, haliga chegarada turganlarni zo'riqtiradi, tez chegarani yoping deydi. Tirs burningiz yopiladi. Ba'zida quloq ham yopiladi, ba'zida tomoqlar yopiladi, ba'zida siydik yo'llarda bo'ladi, bachadon turbalari hamma joyda yopilish bo'ladi. Shu joyda aytib ketib qolayin, ba'zi bir holatlarda ba'zida turbalarda, bachadon turbalar yopiq odamlar bilan spiral qo'yib oladi. Ko'pincha odam spiral qo'yishadi homiladorlikdan saqlanish uchun. Homiladorlikdan saqlanish uchun spiral qo'ygandan keyin mana turba bo'lsa, bachadonning ichida turbalar bo'ladi. Turbaning ichida spiral turavergandan keyin yallig'lanib qoladi. O'sha shishib qoladi. Shishgandan keyin buni torayib qoladi. Bunday uzun baland ochiq turba buni qilib torayib qoladi. Torayib qolgandan keyin tuxum hujayralar shu yerdan yaxshi o'tib kela olmaydi. Yoki bo'lmasa bu turbangiz bekilibdi deydi. Ana endi turba bekilgandan keyin bu besplodiya bo'lib qiynaladi. Besplodiya qiynaladi. Ko'pincha biz shunday odamlar bor, bitta farzandi bor, ikkinchisi, uchinchisi yo'q odamlar bo'ladi. O'sha odamlarning turbalarindagi yallig'lanishlarni yo'qotsangiz, o'sha odamlar shunday farzand bo'ladi. Bu qarang qanchalik muhim turbalardagi yallig'lanishni tushunishimiz. Yoki bo'lmasamga bronxlarning ichida yallig'lanish bo'ladi. Yoki qon tomirining ichida yallig'lanish bo'ladi. Qon tomirining ichida yallig'lanishlar bo'ladigan bo'lsa, kasallik butun tanaga bo'ladi. O'shaning uchun har bitta yallig'lanayotgan jarayonni nima uchunligini tushunishimiz kerak. U infeksiyaga balki bizga foydasi bor. O'sha burningizning bekilishining, tomog'ingizning bekilishining foydasi bo'lishi mumkin. Keyingisi, agarda shu yallig'lanish jarayoni bo'lmasa, bitmaydi, yara bitmay qoladi. Tasavvur qiling, sahrni diabet bo'lgan odamlar bo'ladi. Sahrni diabet bo'lgan odamlarda ba'zi bir holatlarda yaralar bitmaydi. Yara bitmasligiga sabab qon yaxshi kelmaydi. Qon yaxshi kelmagandan keyin u joyda yara ko'payib ketib, ba'zi kesishgacha olib boradi. Endi o'sha yara bitishligi uchun biz unga qon olib kelishimiz kerak. Qon tomirni ochib berishimiz kerak. Yallig'lanishni kuchaytirishimiz kerak ba'zi. O'sha qonni ko'paytiradigan bo'lsak, o'sha joyda qon ko'proq kelsa, yara zo'r bitadi. O'shaning uchun bizning davolash metodimizda qon kelishini ko'paytiramiz. Qo'lingizga qon kelishini ko'paytiramiz, oyoqqa qon kelishini ko'paytiramiz, boshqa joyga qon kelishini ko'paytirgandan keyin o'sha joy tezroq bitadi. Og'riqlar yo'qoladi, simptomlar yo'qoladi, davleniya tushadi, sahringiz tushadi, isitma ketadi, yoki og'riqlar ketadi, bel og'rig'i ketadi. Har bitta simptomni tuzalib boshlaydi. Keyingisi, qon yaxshi kelmasa to'qima o'ladi. Mana shu hozir sahrni diabetda hozir aytdim, sahrni diabetda oyoq chirib boshqacha u qorayib ketaveradi. O'sha odamlarga qon kelmaydi. Qon kelmagandan keyin o'ladi. O'lgandan keyin kesaman deydi. O'shaning uchun biz qon tomirda ichida qonni yurgizishga harakat qilishimiz kerak. Qon yurgizishga harakat qilgandan keyin jarayonlar yallig'lanadi. Yallig'lanish bilan kuzatiladi. Yallig'lanishning belgisi bittasi shish. Qaysidir joyingiz shishayotgan bo'lsa, siz xavotir olmasingiz kerakki, ya'ni shishlar turli xil bo'ladi. Qizarib turib shishsa, ba'zida bu tezroq bitishiga yordam beradi. Yallig'lanish bo'lmasa biz yashay olmaymiz. Ya'ni yallig'lanish hayotimizning ajralmas qismi. Burnimizning bitishi, oyog'imizning vaqt-vaqtma og'rishi, belimizning qotishi, bo'ynimizning qotishi yoki bo'lmasam haligi ba'zi bitta bo'ladigan belgilar hali aytgandek tabiiy hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan bir ajralmas
Holat bu. Endi yallig'lanishni davolashimiz uchun ko'p dorini bunaqa qilib ichishimiz shart emas. Chunki bu organizmning himoyasi. Endi muammo nimada? Xo'p, mayli, yallig'lanishni davolamasak, nega shuncha dori ichib yotibmiz degan odam bo'lishi mumkin. Yoki nega men doim og'riq qoldiruvchi ichaman, migrenimga dori ichaman, bosh og'rig'imga dori ichaman, yoki yallig'lanishni yo'qotish uchun nega buncha dori ichib yotibman desangiz, bizni eng katta muammo yallig'lanishni surunkaliga o'tib ketib qolganida. Surunkaliga. Ya'ni sizda organizmda yallig'lanish jarayoni norma bo'ladigan bo'lsa, bir hafta yoki 20 kun, bir oyda tugashi kerak jarayonlar. Lekin biz immun sistemamizni ishlatmaganimiz uchun, ichkaridagi doktorni uyg'otmaganimiz uchun, bizning ichkaridagi doktorning mazasi qochib uxlab yotganligi uchun ham u yillab, oylabga o'tib ketib qoladi. Bizning odamlarimizning yallig'lanishlari yillab davom etadi. 6 oylab, 1 yil, ba'zi 20 yil, 30 yillab oyog'i og'rigan odamlar bor. Demak, ular o'sha jarayonni 20-30 yillab to'g'ri davolayapti. O'shaning uchun bunaqada qanday kasalliklar kelib chiqadi? Masalan, shu surunkalik o'tib ketib qolsa, biz juda ko'p uchraydigan qandli diabet, bu ham yallig'lanish asorati bu. Yoki bo'lmasa insultlar, infarktlar, yoki bo'lmasa surunkali qon gipertoniya kasalliklari shundan o'xsa kiradi. Yana yozyapti, surunkali xolesistit, pankreatit hammasi shunga kiradi. Ichaklarda qorindan bo'lishi shunga kiradi. Oyoqlari og'rishi shunga kiradi. Boshdagi karaxtlik, ganglishning davosi unga ham shunga kiradi yallig'lanishga. Uni yaxshi aylanmayapti. Yoki bo'lmasamga ichim qotyapti. Ular shu ichaklarda yaxshi yallig'lanish borligini ko'rsatadi. Yoki bo'lmasamga hozir aytayapti, umuman eshitilmayapti. Ular ham shunga kiradi. YouTube'ga kiring, eshitilmasa, Instagramga eshitilmayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, keyingisi yana bitta narsa, ko'pincha odamlar oyog'idagi og'riqlar, boshidagi og'riqlar, har bitta og'riq bo'lyaptimi, u sizga signal beryapti. O'sha allergik kasallikga eng kuchlisi bu autoimmunniy jarayonlar, ya'ni SKV yoki bo'lmasamga sistemal qizil bo'richa yoki yana dermatomiyozit yoki bo'lmasamga ko'p reumatoid artritlar ham ba'zida autoimmun jarayonlar, gepatitlarning autoimmunisi bor, tiroiditlarning autoimmunisi bor. Juda ko'p kasalliklar, ularni o'qisam sizlarga zerikarli bo'ladi, ular shart emas bizga. Shuning uchun xalqimiz uchun eng asosiysi o'smalar ham shunga kiradi. Mana ba'zi bitta odamlar o'smadan xavotir oladi, o'sma bo'lib qoldim deydi. Ana shu narsalar yallig'lanish asorati ekan. Endi aytayaptiki, doktor davosini aytmaysizmi? Davosini yallig'lanishni deyapti. Shunaqa shikoyati bor odamlar bormi? Bor bo'lsa, bor deb yozing yoki bo'lmasa nima qilsangiz shikoyatlaringizni yozsangiz, menimcha undan keyin sababi haqida tushuntiraman. Nima sababdan keyin mana shu yallig'lanishlar kelib chiqadi? Nega sababini tushuntiraman hozir. Siz nima sababdan kelib chiqayotganini bilmasdan uni davolay olmaysiz. Ba'zi odamlar mana bor debdi, bor demak o'zgarishlar bor, shu shikoyatlar bor ekan. Sababini topmasdan davolamaslik nimaga o'xshaydi? Nimaga o'xshaydi? Bitta odam keldida baqiryapti, farzandingiz yig'layapti, bir odamning farzandi yig'layapti. Uni yaxshilab siz so'ramadingizda yig'lasa deb suv beryapsiz. U suvni ichmadi, yana baqiryapti. Keyin siz sekingina so'raysiz. "Ey, nega baqiryapsan?" deb so'raysiz. Nega baqiryapsan desa, u aytadi, "Qornim och dada, menga ovqat bering" deb aytadi. Qarang, siz sababini bildingiz, so'radingiz, undan keyin shuni ovqatgani yotibgina uxlaydi, tinchgina yoki o'ynab yuradi. Organizm ham xuddi shunday bolaga o'xshaydi bular. Bular bir organizm, bu tirik. Organizm bolaga o'xshaydi. Sizga u aytadiki, "Ey amaki yoki xola, yoki aka yoki uka yoki opa, sizning organizm qon kelmayapti. Qon kelmayasining sababi nimada? Birinchi topishimiz kerak. Birinchi noto'g'ri ovqat. O'tgan galam aytganman. Mana davosini ayting debdi. Qayta ovqatni gapirishimni maqsad odamlar tushunishi kerakki, ovqatni to'g'rilamasdan davolash mumkin emasligini tushunishimiz kerak. Birinchi ovqatdan fast foodlar, ya'ni yarim tayyor mahsulotlar, ichiladigan narsalar, ya'ni mana rangli gazli ichimliklar bilasiz, shakar ko'p qo'shiladigan narsalar, yoki bo'lmasa chips degan narsalar bor, suxarikka o'xshash narsalar tayyorlab tashlagan, ularga ta'm beruvchi narsa qo'shib tashlagan bo'ladi. Bolangizga ham bermang,
o'zini hech kimga bermaslikni tavsiya qilaman. Bermaslikni tavsiya qilaman. Shunaqa narsa nega? Faqat kasallik chaqiradi. U organizm uchun begona mahsulot. Begona degani, misol, mana bu uzukcha, mana bu uzukcha, bu uzuk, bu tana uchun begona. Bunday qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin buni ichiga kiritib bo'lmaydi ichiga. Nega? U tana uchun zararli. Tana uchun zararli narsani siz kiritaversangiz, organizm shunday o'ylaydiki, bu zahar ko'payib ketdi. Zahar keyin endi shu zaharni chiqarmoqchi bo'ladi. Chiqarish uchun nima qiladi? Yallig'lanish chaqiradi. Yallig'lanish qanday bilinadi? Teringizdan toshma bo'lib toshadi, husnbuzar toshadi, allergiya toshadi, yoki bo'lmasa yuragingizga borib tiqilib qiynaydi, o'tingizga tiqilib qiynaydi, ichagingizga tiqilib qiynaydi, buyragingizga tiqiladi, oyog'ingizni og'ritadi. Ana shunaqa har yerlaringizda sizga klinik belgi ko'rinishida chiqib kelaveradi. Siz uni oyog'im og'riyapti, belim og'riyapti, boshim og'riyapti deb dori ichishga harakat qilaverasiz. Siz tushunishingiz kerakki, qancha kimyoviy yoki tabiiy bo'lmagan mahsulotni yeydigan bo'lsak, biz tabiiy bo'lmagan narsani qancha yeydigan bo'lsak, shuncha kasallanadi, og'riydi, ertaga qiynalasiz. Bugun yesangiz bilinmasligi mumkin. U bugun bilinmaydi. 3 oydan 1 yildan keyin bilinishi mumkin. Nega? U yig'ilib boraveradi. Yig'ilib, ma'lum bir chegaraga yetgandan keyin sizga klinik belgi beradi. U paytda qaytishning imkoni bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'smalar rivojlanib ketib qolishi mumkin. O'smani ham saraton deb aytdim. Miomalar, kistalar, mastopatiyalar ayollarda juda ko'p, prostatitlar erkaklarda ko'p uchraydi. Oyoq og'rig'i, bel og'rig'i hammasi mana shu joyda yallig'lanib qolgan, joy yallig'lanib, shuning natijasida bo'layotgan narsa bo'ladi. Keyingisi noto'g'ri ovqatdan keyin doimiy stress. Oldin ham gapirganman, asabiylik. Asab nima qiladi desangiz, kortizol degan bir gormon bor, shuni miqdorini stress gormoni deydi, ko'paytirib yuboradi tanada. Ko'payib ketsa nima qiladi? Qon tomir toraytirib tashlaydi. Qon tomir toraygandan keyin qon yetmay qoladi. Qon yetmay qolgan hujayra keyin signal beradi sizga. Signali qanaqa qilib gapiradi? Uni menga o'xshagan tili, og'zi yo'q uning. U og'riq bilan gapiradi. Ya'ni og'riq bilan sizga signal beradi. Shuni og'ritadi, o'sha yerdagi hujayralar shuni o'ladi. Shuni o'lgandan keyin ichidan yallig'lanish mediatorlari deymiz, qonga shu yoki o'sha yerda hujayraning nervning uchiga shuni tushadi, nerv uchini qitiqlaydi ekan. Shuni nerv uchini qitiqlaydi. Xuddi, "Ey, bosh miyaga ayt, bizga qon kelmay qoldi. O'shaning uchun biz o'layapmiz. Mana bu tomonda hujayralar o'layapti. Ichki shifokorga tezroq uyg'onsin. Ana amakiga ayt yoki xolaga ayt, ko'p asabiylashmasin" deydi. Shuning uchun ba'zi odamlar asabiylashgan paytda yuragi og'rib qoladi. Asabiylashgan paytda boshi og'rib qoladi. Asabiylashganda oyog'i og'rib qoladi. Asabiylashganda qornidan bo'lib qoladi. Asabiylashsangiz bo'g'imlaringiz og'rib qoladi. Asabiylashsangiz buyraklaringiz og'rib qoladi. Asabiylashib ko'z zeringiz ketib qoladi. Har bittasi mana shu organizmda qon bormay qolishining sababi. Doktorjon so'gal haqida ham gapiring debdi. O'sha so'gal ham immun sistemasi yaxshi bo'lmasligi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Ya'ni immunitet yaxshi bo'lmagandan keyin virus keladi. Virus kelgandan keyin o'sha joyda viruslar sekingina so'gal chaqirib beraveradi bizga. Keyingisi uyqusizlik degan narsa bor. Uyqusizlik, ya'ni organizmda uyqu yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa yoki kechasi uxlamaydigan bo'lsangiz, hujayralar yaxshi dam ololmaydi. Natijada immun sistema dam olmagandan keyin, qon aylanmagandan keyin mana bosh karaqligi haqida, davosi haqida ma'lumot bering debsiz. Birinchi sababini toping buning. Bu boshda nima uchun karaq bo'lyapti? Qon kelmayapti. Qon nega kelmayapti? Bu jigardan qon kelmayaptimi? Noto'g'ri ovqat yedingizmi? Asabdan qon kelmayaptimi? O'tdan kelmayaptimi? Ichakdan kelmayaptimi? Buyrakdan topishingiz kerak sababini. O'sha sababini topganingizdan keyin inshaalloh tuzatasiz, qo'yasiz. Sababini topganingizdan keyin bo'ladi. Yoki bo'lmasa ko'pchilik odamlar uyqusi yaxshi bo'lmagandan keyin bosh og'riqlari kuchayib ketadi yoki bel og'riqlari kuchayib, o'sha organizmda bo'layotgan bu belgilarning hammasi organizmda qon aylanishi buzilishidan kelib chiqadi. Keyin antibiotiklarning ta'siri bor, noxush ta'sirlari bor. Antibiotikni qilgandan keyin ba'zi odamlar shuni ichib ketib qoladi. Yoki bo'lmasa ba'zi odamlar toshma toshirib yuboradi, allergiya berib yuboradi. Ba'zi odamlar nafas qisib qoladi. Ba'zi bitta odamlar buyraklaridan turli xil boshqa shikoyat berib yuboradi.
O'sha uchun siz tushunishingiz kerakki, antibiotiklar organizmga noxush ta'sir beryapti. Ana endi xo'sh, mana yallig'lanishda qanday mahsulotlar iste'mol qilish kerak? To'liqroq ma'lumot bering. Zo'r, zo'r. Yallig'lanishda nima mahsulotlar iste'mol qilishimiz kerak debdi. Keyingi doktor og'zimni ichiga bir narsa chiqadi. Qanday dori qilsam bo'ladi? Iltimos yordam bering. Endi o'sha organizmimizda bir narsa chiqayotgan bo'lsa, toshma toshayotgan bo'lsa, hammasi yallig'lanishda. Endi siz mana yuqorida aytib o'tgan narsalardan qaysi biri borligini haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Ya'ni mana misol hozir antibiotik haqida gapirdim, dorilar ichish mumkin noto'g'ri, uyqungiz noto'g'ridir, noto'g'ri ovqatlanayotgandirsiz yoki bo'lmasa ovqatni sun'iy ovqat ko'p yeyotganingiz qaysi biri bo'lyapti sizda? O'shani to'xtating. Birinchi o'shandan boshlashimiz kerak. O'shaning uchun men hozir gapirayotgan gaplarimni siz bemalol uyda qila olasiz. Uyquni qila olasiz, ovqatingizni to'g'rilay olasiz yoki bo'lmasa tabiiy ovqat ko'tgan nima ovqat yeying deb yozibsiz. Tabiiy ovqat yesangiz yeyvering. Tabiiy ovqat nima ovqatlar? Ya'ni odam qo'li orqali o'zgartirilmagan ovqatlar. Bu pishirib tashlanmagan, qovurib tashlanmagan yoki og'ir bo'lmagan ovqatlar. O'shalarni yeyvering, u zo'r foyda beradi. Endi yallig'lanish belgilari haqida ham gapirib o'taman. Ya'ni yallig'lanishning o'zi hammasi belgi haqida gapirib bo'ldim, aytib ham bo'ldim. Bu narsa bosh og'rig'i haqida, allergiya haqida, ich qotish haqida, teridagi muammolar, vaznning ortiqcha bo'lib ketishi, ya'ni semirib ketish. Buning hammasi bu asosida ichakning shamollashi yotadi. Ichaklarimiz buzilishiga eng asosida noto'g'ri ovqat yotadi. Noto'g'ri ovqat asosida shirinlik, oq non, tuz, kechqurun ovqatlar, noto'g'ri qishli ovqatlar ana shu yotadi. Endi aytayaptiki, nima qilaylik, nima ovqat yeylik? Xo'p, mayli, shunaqa ekan, nima ovqat yeylik deyapti. Xo'sh, endi yana bitta o'qib qo'yishgan 5 yildan beri boshim og'riydi, bosh aylanadi, muvozanat buziladi. Voy, boshda qon aylanmagandan tuzatsa bo'ladi bemalol. Uchuq haqida gapiring. Bu virusdan tuzatsa bo'ladi, uchuqlardan bemalol tuzatsa. Gerb haqida, gerb debsiz, ya'ni gastroezofageal reflux kasalligi haqida menimcha so'rayapti. Uni ham davolasa bo'ladi, faqat tekshirib chiqish kerak. Xo'sh, keyingisi, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Papilloma habitat tushuntirib bering. Papilloma haqida so'rashdi. Ba'zi bitta odamlarda papilloma mana bo'yinlarda narsa chiqib qoladi, bo'yinlarda narsa chiqib qoladi. Bu ham virusli narsalar bo'ladi. Ko'pincha yoshi katta odamlarimizda bo'ladi, yoshi katta onaxonlarda, otaxonlarda bo'ladi. Shu sizda ham bor bo'lishi mumkin. Bo'yningizni tekshirib ko'ring. Mana bu joylarni tekshirib ko'rsangiz, shu terining uchidan kichkina narsalar, xuddi xolga o'xshagan narsalar bo'yi o'sib kattalashib qoladi. Ba'zi odam orqasida bo'lgan odamlar mana orqalarida kuraklar atrofida ham bo'lar ekan. Shunaqa odamlar kelyapti. Shunaqa belgilar bo'lsa, bor deb qo'yishingiz kerak. Mana shu tepada bitta belgi bor. Odamchaning belgisi chiqib turibdi. Shu odamchaning belgisini bosib turib, yoqdi deb olsangiz, yoqdi belgisini bosib qo'ysangiz, negaki bu ko'proq odamlarga yetib borish kerak. Ko'pchilik odamlar sarson bo'lib yuribdi. Haligi oddiygina, bittagina haligi ovqatlanishni to'g'rilashsa tuzalib ketadigan kasalliklar uchun dori ichib yurgan odamlarimiz ham borda. O'shaning uchun odamlar bilsinki, shu noto'g'ri ovqatdan bo'layotganini bilishi kerak. U bosh og'rig'i yilib tuzata olmayotgan odamlar bor, ovqatini to'g'rilamagani uchun. Bitta opamiz kelgan bizga 6 yil bosh og'rig'iga, 6 yil. Har oyda ukol dori olgan. Har oy mazasi qochib qoladi. Har oy ukol doridan qiynaladi. Olib shundan ham tuzalmaydi. 6 yil har bitta nevropatologga borib ko'rgan. Men nevropatolog emasman. Keyin mening oldimga keldi. Men aytdimki, "Opa, biz ichkaridan doktorni uyg'otib, ichaklarni davlab ko'ramiz." Opa aytdi, "Ichagim soppa-sog', ichagimda muammom yo'q, doktor, mening boshim og'riydi." Men aytdim, "Opa, boshingizga qon bormayotgan bo'lsa, menda emas ayb, ichagingizni davolab ko'raylik" degandan keyin ichakni biz davolab ko'rdik. 7 kun, 8 kun davoladik. 6 yilda davolanmagan kasallik 8 kunda tuzalib qoldi. Mana qarang, qanaqa narsa bo'ladi. Ya'ni bizni qanchalik ichaklarimizning ishi zo'r bo'ladigan bo'lsa, shunchalik organizmda shamollashlar zo'r ketadi. Birinchi ovqatlanish to'g'rilishimiz kerak. Ovqatlanishimizni yaxshilashligimiz uchun birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Sabzavot mahsulotlaridan, mevalar, yong'oqlar yoki bo'lmasa tabiiy mahsulotlar, hali aytdim, tabiiy mahsulotlar nima yesangiz bo'ladi.
Men to'g'risi o'zim yeydigan mahsulotlarni aytaman. Ya'ni ko'proq men hozir iftorlikda, ya'ni ro'zalar ochganimdan keyin issiq choyni sal issiqroq qilib choyni ichishga yaxshi ko'raman. O'shani ichaman. Keyin ikkinchi qiladigan ishim xurmoni iste'mol qilaman. Ya'ni araba xurmodan zo'r narsa. O'shani yaxshi ko'raman iste'mol qilishni. Keyin salatlar iste'mol qilaman. Bu karam salat bo'lishi mumkin, savuzli salat bo'lishi mumkin yoki bo'lsamga ba'zi limon qo'shilgan ozroq, chunki ishtahani ochadi u. Mana nima yeysa bo'ladi deyapsiz, shuning uchun maydalab tushuntirishga harakat qilyapman. Keyingisi ko'p suv iste'mol qilmayman, suv iste'mol qilmayman. Suvni faqat issiqroq holatda ichaman, ya'ni kuydirmaydigan qilib ichaman. Bu oshqozon ichaklarni zo'r tozalashlik uchun. Undan keyin og'iz ochib bo'lgandan keyin bir 10-15 minut davomida ibodat uchun ketadi vaqt. Keyin yengilroq ovqat yeyish kerak. Grechka, qaynatilgan grechkami yoki bo'lmasam agar kechqurun bo'lsa non qo'shmay yeyishga harakat qilaman yoki suyuqligini ichib qo'yishga yoki ba'zida meva sabzavot yemak, olmami, bananmi yoki bo'lsamga o'sha tabiiy mahsulotlar yeyishga. Haligi yong'oqlar bor. Haligi Hindiston yong'og'i deydi. Hozir yodimga kelmadi. O'sha narsa yong'oqlar ham super foyda beradi. Bu yong'oq, o'zimizning yong'oqlarim bor. O'sha yong'oqlarim zo'r foyda beradi. O'sha narsalarni iste'mol qilishingiz kerak. Bodomlar ba'zida yaxshi foyda beradi. O'sha narsani yesangiz, endi organizm zo'r o'zgaradi. Endi nima mumkin emas? Oldin ham aytib o'tdim, shakar, fast food, kimyoviy mahsulotlar, ya'ni tabiiy bo'lmagan mahsulot ko'p yeyishingiz mumkin emas. Uni yedingiz, organizm ketkazadi u. Oshqozon yarasi, kislotasi ko'payib ketgan bo'lsa, qanday tabletka ichish kerak deb, tabletka ichib yotmang. Uyingizda non soda ham deydi, chayni soda bor. Yarim choy qoshiqdan shuni iching, kislotangizni yo'qotib tashlaydi. Shuni yo'qolib ketadi kislotalingiz keyin. To'g'ri qilib qilishingiz kerak. Keyingisi qon aylanishi zo'r bo'lishi kerak. Qon aylanishi zo'r bo'lishi uchun harakatingiz bo'lishi kerak. Misol, har kuni bizning rejamiz bor. Masalan, 5000 qadam yoki 6000, 8000 qadam piyoda yurish bor. Bugun sog'lom bo'lsangiz ham yuring. Siz necha ming qadam yuryapsiz? Bugundan boshlab o'zingizga belgilang. Yo aytishingiz kerak, necha ming qadam noqilayapsiz, ya'ni yura olyapsiz. Ovoz yo'qoldi debdi doktor. Agar uni qilsangiz Instagramga o'chirib tashlang, ovoz ketmayapti shunda. Endi siz 1000 qadam yurdingizmi bugun, 5000 qadam yurdingizmi, o'shanda ham zo'r foyda beradi. Ya'ni qadamlaringiz yurishingiz, ertalab mayda-mayda qadam yoki salgina tezroq yurishingiz, ana qiladigan bo'lsangiz, umkonda u qonni zo'r aylantirib beradi. Qoningiz aylanadigan bo'lsa, shuning bilan ish beradi, keyin qo'yadi. Keyingisi qon aylanishini yaxshilashligimiz uchun ham yallig'larimiz zo'r ketadi. Uning uchun nima qilasiz? Bitta sochiq olasiz, nam sochiq olish, iliqqina suvga olasiz. Iliqqina suvni olib, tanangizni yaxshilab artib chiqasiz. Artib yaxshilab tanangizni qizdirib chiqsangiz, qon aylanishi bo'ladi. Bu ham harakatga misol. O'sha ish qilgan paytingizda qon aylanadi, teringizni, boshlaringizda, bu yoqlar oldi, orqa, tanangizni hamma joyini qon aylantirib chiqsangiz, ish beradi. Aytyapsiz, doktor nima qilayin deyapsiz? Men aytganlarni qaysi birini qildingiz? Mana men hozir ovqatlanishda to'g'irladingizmi? To'g'irlang. To'g'irlang. Ikkinchisi harakat qiling deb qildingizmi? Qiling. Uchinchisi ovqatda kechqurun ovqatlanmang deb qildingizmi? Qiling. Keyingisi ertalab mana hozir aytdim, tanangizni ishqalab chiqing, qilib ko'ring shuni. Mana shuni har kuni sekin-sekin qilsangiz, asta-sekin tuzalib boraveradi tana. Endi bizga kelsangiz, biz professional darajada massaj qilamiz, boshqa qilamiz. Endi kasallikda o'zgarishlarni ko'rib turib biz ta'sir qilamiz sizga. Keyingisi stressni boshqarish. Kecha ham aytganman, jilmayish kerak. Jilmagingiz kelmasa-da, sabab topmasangiz jilmay olishingiz kerak. Nega? Yashab turganingiz o'zi nima jilmayishingiz sabab bo'la oladi. Somatitdan nafratlanaman. Mening bir guruh bolalarim bor. Zo'r. Somatit deb, stomatit deb bilmasam, yozibsiz, men buni ko'p tushunmadim, shuning uchun uni o'qiymiz. Demak, stressni boshqarishingiz kerak. Stressni qanchalik yaxshi boshqaradi, ya'ni xotira asabingizni qancha boshqaradigan bo'lsangiz, zo'r foyda beradi. Ya'ni bitta savolim borda, siz azizlarga savolim bor. Birinchi navbatda bitta odamlarga asabiylashishingiz hech kerak bo'lmaydi. Ya'ni siz bitta odam uchun asabingizni uyg'otib, asablaringizni o'ldirib, u odamga zo'riqtirib yotmang o'zingizni, barakat toping. U sizga kerak emas.
asabiylashishga arziydigan narsalar bo'lsa ham o'sha narsa mumkin kerak emas sizga. Nega? Siz hayotingiz sizga qadrli. Hayotingiz bugun asabiylashishni o'tkazib yubormang. Bu hayotda qanchalik o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, asabiylashsangiz, asabiylashishingiz yo'qolib ketadi. Yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'rmagan odam arzimagan narsaga asabiylashaveradi. Arzimagan bolalar bu yoqqa chopsa ham asabiylashadi, bu yoqqa chopsa ham asabiylashadi. O'shaning uchun azizlarimiz, bitta narsani bilishingiz kerak. Hayotingiz sizga qiziq. Hayotingiz, sog'lig'ingiz sizga qiziq. O'sha sog'lig'ingizni qanchalik ehtiyot qilsangiz, shuncha tez tuzalasiz inshaalloh. Uyqu haqida ham gapirgan kamida 6 soat yoki undan ko'p plus-minus uxlashingizga harakat qilishingiz kerak. Uxlagan paytda organizm o'zini zo'r tiklaydi, zo'r foyda beradi organizm. Bitta narsa, ko'pincha odamlar shunda o'ylashadi. Shifokorlar davolaydi, doktor davolaydi. Doktor men keldim, davolab qo'ying endi deydi. Doktor hech qachon davolamaydi. Ishoning, davolamaydi. Doktor sizning tanangizni kerakli yo dori yozib beradi, yoki o'zin belgini yo'qotishga dori yozib beradi. Belgini yo'qotadi u. Ya'ni og'riyotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi dorini yozib yo'qotib beradi. U davolash emas, u belgini yo'qotish. Endi haqiqiy davolash bu shifokor ichkarida doktorni uyg'otishga yordam berish bo'ladi. Ya'ni sizning ichingizda doktor bor, shu ichkaridagi doktorni uyg'otib yubora oladigan bo'lsangiz, u organizmni o'zi davolab chiqadi keyin. Shuni tushunishimiz kerak biz. Organizm o'zini o'zi tuzatadi. Misol, hozir davlinaga dori ichmay yurgan odam bo'lsa, shu odam nima uchun dori ichmayapti? Chunki ichkaridagi doktor davlinasini o'zi ushlab turibdi o'zi. Ichkidagi doktor ushlab turibdi. Hozir sizning boshingiz og'riyotgan bo'lmasa, boshingiz og'rimayapti. Nega og'rimayapti? Chunki bu boshda ichkaridagi doktor qon aylanishini yaxshilab turibdi. Shuning uchun boshingiz og'rimayapti. Ertadan kun boshingizda qon yaxshi aylanmay qolsa, keyin boshingiz og'riydi. O'sha paytda siz qonni yaxshi aylantirib yuborsangiz, og'riq ketadi. O'z-o'zidan ketadi. Shuni tushunishimiz kerak. Demak, bizni doktorlar davolamas ekan, doktorlar simptomni yo'qotuvchi dorilar yozib berar ekan. O'sha dorilarni ichsak, simptom yo'qolar ekan, lekin to'liq davolanmas ekan. Endi to'liq davolanmagandan keyin u dorilarni ko'p ichishimiz kerak emas ekan. Simptom davlinangiz ko'tarilib ketdi, iching mayli, davlin dori iching, tushirishingiz uchun. Og'riq bo'lyapti, og'riqni mayli qiling. Vaqti kelganda keyin sababini topib davolab tashlang. Biz nima qilamiz desa, biz o'sha organizmni o'zidagi doktorni uyg'onishiga yordam beramiz. Ya'ni organizm, tasavvur qiling, oshqozon osti bezida amilaza nimadir deb yozibdi. Qon analizida baland. Shu haqida maslahat bering. Masalan, shunda misol keltiraman endi. Tasavvur qiling, shu yozyapti, tinglovchimiz aytayapti, amilaza baland bo'lib ketib qoldi. Nega amilaza baland bo'lib ketib qoldi desa, ichkaridan o't yo'li tiqilib qolgan. Shu odam yoki asabiy, yoki bo'lmasa umurtqasi qotib, beli qotib yotibdi, yoki bo'lmasa noto'g'ri ovqat yegan, yoki ichak yaxshi ishlamayapti. Natijada mana shu yerda bitta joy bor, shu yerda bitta joy bor, shunga qisilib qoladi. Qisilib qolgandan keyin oshqozon osti bezi bilan o't qopi suyuqligi dimlanib qoladi. Endi dimlanib qolgandan keyin endi unga bitta dorilar berib bir narsa qilish kerak emas. O'sha joyni ochib yuborish kerak. Tasavvur qiling, bitta ariqda suv dimlanib tiqilib qoldi. Tiqilib qolgandan keyin borib siz hamma joyga haligi suv dimlanib toshib ketaverdi, bu yoqqa toshsa, qoplariga qum solib, buni bosib baland qilishingiz kerak emas. Oldini ochib yuborishingiz kerak. Oldini ochib yuborsa tuzaladi o'zi, tuzaladi bu. Shunda oson tuzaladigan kasalliklarimiz borda, shuning uchun ham men hozir shu kanalga podpiska bo'lgan bo'lmasangiz, bo'lishingiz kerak. Siz podpiska bo'lib, har bitta narsani o'zingiz uchun bilib, o'rganib olishingiz kerak. Oddiy narsalardan tuzatsangiz bo'ladi buni. Kerak emas bunga ko'p narsa kerak emas. Massaj qilish kerak. Shuni massaj qilib, shuni ochib yuborsangiz bo'ldi. Qutulasiz, qo'yasiz, amilazani joyiga tushadi. Bir oyda 40 kunda joyiga tushadi o'sha narsa. Amilaza deyotgan narsangiz. O't qopini tubach qiling deb oldin ham aytganman. Qiling o'sha narsani. Organizmda immun sistemani tiklay olsangiz, ichki shifokor uyg'otib, undan keyin hujayralar tiklanish mexanizmi ishlab ketib qoladi, hujayralar yangilanadi. O'z-o'zida organizm nima qiladi? Tiklanadi. Demak, yallig'lanish bizga faqat yordamchi ekan. Yordamchi narsa, uni belgisini yo'qotib tashlab har narsa ichib tashlashimiz kerak emas ekan. Bizga mana odamlar keladi-da,
ukollarda uravergan, dorilarda uravergan hammasini qilib hech ta'sir qilmagandan keyin doktor oxirgi najot sifat Allohdan hammasi faqat sababchi siz deb kelyapman. Shuncha ko'rdim, hammasini qilib foyda bermadi deydi. Keyin mana bugun ham bitta video chiqardi bir xolamiz ham shunday qilgan. Hammasini qilib ko'ravergan. Lekin tanani ishlatib yubordi, foyda ko'rdi, qo'ydi. Qarang, qanaqa oson ishlaydi tana ba'zida. Alloh taolo shunchalik mukammal narsa yaratib qo'yganki, u narsa bizga faqat bizning foydamizga ishlaydi. Faqat biz o'sha signallarni tushunmaganimiz uchun, yaxshi bilmaganimiz uchun dorilar bilan uni o'ldirishga, og'zini yopishga, belgilarni yo'qotishga harakat qilib yotibmiz. O'shaning uchun barakat toping, tushunib oling nima ekanligini. Xo'sh, mana bugun darsimiz oxirlab qoldi. Siz azizlardan har kun so'raydigan yana bitta narsa, bugungi narsa sizga qanchalik foydali bo'ldi? Foydali bo'ldimi? Foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'ldi. Men shunaqa yaxshi narsalar o'rgandim yoki shuni bilib oldim deng, birdan 10 gacha bo'lgan ball qo'yib bersangiz, Alloh taolo xayrli qilsin. Shu yozayotgan qo'llaringiz ham doim pullarni sanab yursin, doim sog'lom bo'ling, doim sog' bo'ling. Bizning maqsadimiz shu. Sizni sog'lom bo'lsangiz, sizni sog' ko'rsak yoki bo'lsamga sizni oilaviy sog'lom bo'lsangiz, xalqimiz sog'lom bo'lsa, o'zimiz sog'lom bo'lsak, jamiyat sog'lom bo'lsa, maqsad shu. O'shaning uchun ham sizlarga tushuntiryapman. Shuning uchun ham qanchadir vaqtimizni mana hozir odamlarni ko'rishimiz kerak, lekin ko'rmasdan ko'proq odamlarga foydamiz tegsin deb shunga jonli efir qilib beryapman. Alloh taolo xayrli qilsin. Zo'r 1000, 10 000, 100 000, million yozib yuboribdi. Cheksiz debdi, zo'r. Wow, super. Birdan oxirdan bir 20 ta nol qo'yib yuborishdi, barakat topsin. Harorat ko'tarilsa, harorat ham himoya, uni hali qachondir qilamiz, lekin 38 dan ko'tarilsa harorat, temperaturangiz 38 dan ko'tarilayotgan bo'lsa, siz svecha qo'yishingiz mumkin, lekin ko'p qo'ymang uni ham, svechani ham. Agarda 38 gacha bo'lsa, iliq suv bering, faqat foyda beradi. Suv bering. O'shanda tanangiz ancha yengillashadi inshaalloh. Demak, oxirgi sizlarga aytadigan gapim, oxirgi tushuntirishim, oxirgi xulosam shunaqa ekanki, og'riqlar, yallig'lanishlar, og'riyotgan, qayeringiz og'riyotgan bo'lsa, u kasallik emasligini tushunishingiz kerak. U signalligini tushunishingiz kerak. Yallig'lanish bor joy bu signal ekanini tushunishingiz kerak. Siz nimadir xato qilyapsiz yoki otamiz yo onamiz yo farzandimiz yoki yaqinimiz qaysidir joyda xato qilyapti. O'sha xatoni ichki shifokor bizga signal sifatida beryapti. Hoy amaki, shuni buzayapsiz. Hoy xola, shuni buzayapsiz. Yo aka, yo opa, yo singil yoki siz shuni buzayapsiz deb signal beryapti. Shu signal sizga uchun himoya bu. Siz uchun belgi bu. O'sha belgini biz to'g'ri tushunishimiz kerak. O'sha belgini biz yo'qotishimiz emas, o'sha nima yetmayotganini, nima ko'payib ketganini, nima ishlamayotganini bilib, uni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. To'g'rilab qo'ydingiz, to'liq qutulasiz kasallikdan. To'g'rilab qo'ymay ukol doriga ishonsangiz, unga bog'lanib qolasiz. Uni doim qilishga to'g'ri keladi. Yillab ichishingizga to'g'ri keladi. Bir umr bog'lanib qolasiz. O'shaning uchun bog'lanmoqchi emasmisiz yoki bo'lmasam o'shandan qutulmoqchimisiz? Birinchi navbatda o'rganishingiz kerak. O'rganishlik uchun mana shu biz jonli efirlar qo'yib ketyapmiz. Erinmasdan ko'rib chiqing. Yoki bo'lmasa buni yaqinlaringizga tarqatib qo'ying, qiynalib yotgan odamlar ko'p. Dorilarga chopib mana kelyapti, ukol dorilar olaverib orqalab qotib ketgan odamlar bor. Venalar dorilari qabul qilmay qolgan odamlar bor. Yoki bo'lmasamga ovqat yeyolmay qolgan odamlar, jig'ildoni qaynab, kekirib, shunaqa qiynalib yotgan odamlarimiz bor. Shularga bitta bo'lsa ham yaxshilik qilishimiz kerak. Bitta odamga bo'lsa ham shuni o'rgatishimiz kerak. Bitta narsa bo'lishi mumkin, bugun sizni eshitmasligi mumkin. Lekin u odam qiynalyapti, biz kimdir meni eshitmasligi mumkin, kimdir meni aytayotgan narsalardan ba'zida yoqmasligi mumkin, lekin qachondir tushunadi. Qachondir odamlar buni tushunadi. Chunki men buni boshimdan o'tkazganman. Bizning qarindoshlarim bizni boshida tushunmagan. Lekin men ularni yaxshi ko'raman, ulardan xafa bo'lmayman. Chunki bu tabiiy narsa. Yangilik qilinayotgan paytda hamma eshitmaydi yangilikni. Kimdir sizni yoqtirmaydi, kimdir sizni eshitgisi kelmaydi. Lekin bu xalqimiz uchun kerak bo'lgani uchun ham biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'lasizlar. Aytaveramiz. Biz bu jon bor ekan sizlarga aytamiz. Salomat bo'lasizlar. Alloh